Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Damas mashinasi bor. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari yaxshi. 100 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Rovni 100 ming bo'libdi. Balonlar o'rta holatda, salonlarini mana ko'rishingiz mumkin. Salonlarning holati ham o'rta holatda turibdi. O'rta yaxshi. Sivrlar. Temir metan gazlari bor. Mana shu kapotini orqa bagajda burchagida pastida pitnosi bor ekan. Keyin mana shu ikkita rezistayda, ikkita kriloda nimasi bor ekan, pitnolari bor ekan. Qolgan joylar toza deyaptilar, hamma yo'qni yaxshilab tekshirib olib, undan keyin notariusda pul sanovrasizlar. Bitta bu mashina emas, hamma mashinaga. O'zimiz nomerimizni qo'yilayotgan sababi ko'pchiliklar gaplashgan vaqtimiz yo'q, javob bera olmaymiz, o'zlaring gaplashib beringlar deyapti. Shuning uchun o'zimiz nomerimiz qo'yilyapti. Bundan tashqari ham hali zakalat tashlasalaring ishonchli bo'lsin deb o'zimiz nomerimiz qo'yilyapti. Bemalol kelib ko'rib olib, undan keyin notariusda pulni sanovrasizlar. Mana shu joyda ozgina treshinasi bor ekan. Xo'p, 2020-yil $4200 berib oladi. Telefon qilib bemalol baraka qilsang bo'ladi. 100 ming yurgan